Bu soch maska va spreyimizni ishlatishda juda ham ehtiyotkor bo'ling, chunki bu siz sochlaringizni uzun qilib o'stirishda, qalinlashtirishda, to'kilishini oldini olishda hamda yog'lanishini balans holatga keltirishda, undan tashqari qurib ketishni oldini olishda yordamlashadi. Soch spreyimizni kun davomida ishlatib yursangiz bo'ladi. Ildizlarga sepganingizda ildizlardan sochlar ko'payishni boshlaydi va qalinlashib uzun bo'lib o'sadi. Soch maskamizga keladigan bo'lsak, soch maskamiz sizni sochlaringizdagi muammolarga yechim beradi. Masalan, qassoqlanish kuzatilsa, qassoqlarni yo'qotib beradi yoki tez yog'lanish kuzatilsa, yog'lanishni balans holatga keltirib beradi. Ikkalasini bir vaqtning o'zida ishlatish orqali siz juda katta natijaga erishishingiz mumkin. O'qishlar tez orada boshlanadi. O'qishlar boshlanguniga qadar sochlaringizni o'zingiz xohlagandek uzun qilib o'stirib olishni xohlasangiz, bu soch sprey va maskamiz aynan siz uchun. O'zbekistonning 12 ta viloyati bo'ylab yetkazib berish xizmatimiz mavjud. Buyurtma qilish uchun hoziroq kommentariyaga plus belgisini qoldiring.